Ishonasizlarmi? Bitta shu eski noutbukim orqasidan men o'zimga uy oldim, mashina oldim. 1 yilda yo 5 marta, yo 6 marta chet elga sayohat qildim. Qanaqa qiziqayotgan bo'lsanglar, shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Salom, men Instagramda Supermamasha Zilolaman. O'zimni shaxsiy blogimni yurg'izaman va 2023-yildan beri professional targetolog ekspertman va shu barcha yutuqlarimga aynan targetni o'rni juda ham katta. Agar siz ham shunaqa natijalarga erishishni xohlasangiz, bundoq qarang. Uyingizda kompyuter, noutbuk bormi? Bor bo'lsa-yu, agar siz undan hozirda daromad qilmayotgan bo'lsangiz, katta xato qilasiz. Chunki uyda kompyuteri bor, Wi-Fi bor, har qanaqa bitta oddiy telefoni bor bo'lgan ayol qizlarimiz bemalol uyda, oilasi davrasida, bolalarini yonida, erini ko'zini o'ngida, ayniqsa rashkchi erlaringlar bo'lsa, bemalol sizlar o'zingizlarning shaxsiy daromadinglarni qilsanglar bo'ladi. Ko'pchilik ayollarni kompyuteri bor-u, lekin daromadi yo'q. Nimaga desanglar, ko'pchilik shunchaki kompyuter orqali, shunchaki internetga kirib pul topish mumkinligini bilishmaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, bu qimor deb o'ylaydi, bu o'yinlar deb o'ylaydi, bu yoki halol emas deb o'ylashadi. Lekin target bu eng zo'r pul topish imkoniyati. Shunchaki uyda o'tirgan holatda siz daromad qila olasiz. Ya'ni o'zini shaxsiy biznesi, o'zini shaxsiy blogi, o'zini ekspertni qandaydir kurslari bor bo'lgan profil egalariga siz reklama yoqib berasiz va bu targetolog xizmati deyiladi. Shu sababdan meni qo'limdan kelarmikin, qanaqa qilib qilaman, o'qisam eplay olmaymanmi va har xil shunaqa bahonalarni yig'ishtiring. Siz qo'shimcha daromad qilishni xohlayapsiz, lekin hamma ishxonalar sizni chaqiradi-ki, ishlab pul beraman deydi. Lekin siz qayergadir borishingiz shart emas. Agar sizda kompyuter bo'lsa, shu kompyuteringiz o'zi sizning mini ofisingiz bo'ladi. Shu kompyuter o'zingizga o'zingiz xo'jayinsiz. Shu kompyuter bilan siz bemalol o'zingizni normalniy summadagi, ya'ni katta daromadingizni qilishingiz mumkin bo'ladi. Boshqa ishlarda siz bir oy ishlab 2 million, 3 million oylikka rozi bo'lsangiz, kompyuter orqali shu pulni siz bir kunda ham topib qo'yishingiz mumkin. Meni qo'limda kompyuterim bo'lsa, meni pul topishga hech narsa mishat qilmaydi. Chet eldamanmi, mehmondamanmi, to'ydamanmi yoki uyimdamanmi, ko'chaga chiqmasdan ham uyda 1-2 soat vaqtimni ajratib bemalol daromad qilsam bo'ladi. Ayniqsa menga eng yoqadigan tomoni, bilasizlar, meni 2 ta yosh bolam bor. Yosh bolalarim uyda bo'lgan paytda ularni hech kimga tashlab keta olmaydigan holatimda ham notebookim yonimda, bemalol ular uxlaganda 1-2 soat targetlarimni yoqib qo'yaman va daromad qilaman. Bitta targetni men 300 ming so'mga yoqsam, ayni damda qaranglar, 48 ta target yoqgan ekanman. O'zingizlar hisob-kitob qilib olsanglar bo'ladi. Sanab o'tganimdek, 1-2 soat vaqtingizni ketkizib, faqat onlayn bolalaringiz, eringiz ko'z oldida shunchaki kompyuter bilan pul topmoqchi bo'lsangiz, aynan sizga targetni tavsiya qilaman. Sababi hech qanaqa bu qimor, o'yinlar emas, hammasi halol, haqiqiy hunar, kasb bu, zamonaviy. Bu hozirda siz o'rganib qo'ysangiz, atrofingizdagi ishoning hammaga sizni ishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ularni sizga ishi tushadi. Aynan shu target kasbiga albatta ustoz kerak. O'zim o'rganib olaman deb o'ylasangiz adashasiz. Sababi shunchaki Facebookka kirib titkilab, noto'g'ri bitta knopkani bosib qo'ysangiz bo'ldi, siz Instagramingizni ham, Facebookingizni ham blok qilib qo'yishingiz mumkin. Shu uchun sizga albatta ustoz kerak. Qanaqa nastroyka qilish kerak, natijasiz reklamalar nimadan kelib chiqadi, noto'g'ri auditoriya tanlab qo'ymaslik uchun, qo'rquvlarni yo'qotish uchun, prям noldan boshlab sizga o'rgatib berishi uchun, ayollar ayniqsa sizlar uchun sodda tilda o'rgatiladi va amaliy topshiriqlar bilan o'rgatganim uchun sizga meni kursim обязательно kerak. Shu videoni ko'rib, boshqa YouTube darslarda targetlarni o'rganib olaman desangiz adashasiz. Imенно targetda shunaqa nozik narsaki, ustoz ko'rmasangiz siz juda ham qiynalasiz. Facebookga kirib bitta knopkani noto'g'ri bosib qo'ysangiz, siz Facebookni ham, klientingizni Instagramni ham blok qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Keling, sizga ozgina o'zimning kursim haqida ham ma'lumot berib o'taman. Unda nimalar o'rgatiladi, qanaqa targetolog bo'lib chiqasiz va uning ichida nimalar bor. Agar siz shu videoni ko'ryapsiz, demak siz aynan meni fishkalarim, meni yo'nalishim, meni aynan target yoqish sirlarimni qiziqib kelgansiz. Shu qiziqqanlar uchun kelinglar kursimni sizlarga mini prezentatsiyasini o'tib beraman. 2025-yilning o'zida naqd 50 ming dollarlik target yoqibman. Bu juda ham katta summa hisoblanadi target yoqish bo'yicha. Va shu targetlarim orasida siz taniydigan mashhur brendlar ham bor. Misol uchun, Mohina Zapolskaning yangi uylar proyekti, Bismillah massaj center, Bolakay massaj center, undan tashqari Chicago tagliklar ishlab chiqaruvchi zavod, Ginaflora,
rejalari, Bobur restorani, Qanotchi restorani, xullas ularni sanasam sanog'iga yetolmaymiz. Bu katta brendlar. Undan tashqari juda ham ko'p kichkina yangi chiqayotgan brendlarga ham target yoqib berganim hisobiga ular ham mayda bo'lgani bilan lekin juda ham katta daromad olib keladi. Va shu proyektlarni kichkina bizneslar bilanmi, katta brendlar bilanmi ishlamoqchi bo'lsangiz, uni hammasini qanaqa ishlanishi bo'yicha kursimda o'rgataman. Ochiqchasiga ular bilan qanaqa ishlayotganim, qanaqa target yoqib berayotganimni amalda ko'rsatib beraman. Super target kursim aynan target kursi bo'lishiga qaramasdan birinchi darsi o'zida men o'quvchilarimni talantini topishga harakat qilaman. Ya'ni har bitta o'quvchimizni fishkasini raspakovka qilishni o'rganamiz. Undan keyin o'zimizni tanishganimizdan keyin prям Instagram, Facebook hammasini noldan ochishni o'rganamiz. Uni to'ldiramiz. Boshqa sizni konkurentlaringizdan ajralib turadigan tomonlaringizni topib, keyin ishni boshlashni o'rgatamiz. Ishni boshlash degani bu knopkani bosib target yoqish emas. Aynan profilingizga har bitta videolaringizni qanaqa ssenariy yoziladi, qanaqa syomka qilinadi, qanaqa montaj qilinadi, qanaqa uni qaysi payt yuklanadi va unga nima deysiz, nima demisiz, qanaqa subtitr qo'yish kerakmi, yo'qmi, har bittasi melchlarigacha o'rgatiladi. Voy, target kursiga bu nimaga kerak deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bundan avval aytganimdek, targetda sizni qimmat ekspert qilish uchun avvalo siz kreativlarni o'sha target bob qilishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Shu sababdan ham super target kursimda aynan SMM yo'nalishi ham bor, faqat aynan targetga moslashtirilgan holatda. Keyin target kurslari уже 2-haftadan bizada boshlanadi. Prям professional target o'rganish. Qanaqa Facebook ochiladi, qanaqa stranitsa ochiladi, qanaqa ulanadi, viza karta, nalog o'chirish, undan tashqari prosmotrga target yoqish, podpishchiklarni yig'ishga target yoqish, savdoga target yoqish, zvonokka, lidga yoqishni o'rgatamiz. Eng qizig'i, ko'pchilik o'rgatmaydigan, sizda uxlab yotgan auditoriyani aktivlashtiradigan, stories prosmotrlarini oshiradigan targetlarni yoqishni ham o'rgataman. Hamma O'zbekistondagi target kurslaridan meni kursimni ajralib turadigan tomoni nima? Maqtanib aytolmayman. Juda ham sodda tilda o'rgatilgan. Ko'p shogirdlarim mana odzivlarni bu yerga qo'yaman. Erinmasdan o'qib chiqinglar. Prям Instagramni noldan yoki umuman Instagramga kirmagan odam ham o'qib, o'rganib, o'zini blogini, biznesini, o'zini target sifatida ekspert bo'lib ishlarini, klientlarini topishni boshlagan va umuman kursda darslarni tushunish bo'yicha umuman muammo bo'lmagan. Ko'pchilik shunchaki target deb o'yladim, lekin bu yerda mobilografiyani shunaqa professional o'rgatasizmi deb hayron qolgan odzivlarimiz bor. Undan tashqari juda ham sodda tilda tushuntirgansizki, hech qanaqa savol qolmayapti deb ham qolishadi. Shu sababdan agar siz Instagramni i harfini bilmasangiz, target o'zi nima u deb dovdirayotgan bo'lsangiz, hech ham hayajonlanib xavotir olmang. Meni kursimda siz xuddi oddiy odam bilan, o'rtog'ingiz bilan gaplashib, o'rtog'ingizdan qanaqa o'rganishni xohlasangiz, xuddi shunaqa sizga o'rgatiladi darslar. Bilaman, hammanglar kursni narxlariga qiziqasizlar. Bizda narxlari o'zini tariflariga qarab har xil bo'ladi. Qanaqa tariflar bor deb aytsanglar, birinchi tarifimiz start tarifi. Start tarifida sizga hamma video darsliklar, hamma prezentatsiyalar, hamma tekst formatidagi darsliklar beriladi va ularni siz bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu kimlarga to'g'ri keladi? Menga o'zim yaxshi o'rganaman, arzonroq bo'lsin, lekin hamma ma'lumotlar bo'lsin deydiganlar uchun aynan start tarifi bor. Start tarifiga qo'shilganlar hamma darsliklarni A'dan boshlab oxiriga Yagacha bemalol hammasi topshiriladi. Ya'ni hech qaysi ushlab qolinmaydi. Standart tarifida esa hamma darsliklar bo'ladi. Undan tashqari 4 ta jonli efirda dars o'tamiz. Bu degani bemalol onlayn muloqot bo'ladi, живой. Eng muhimi chat bo'ladi. 24/7 u chatga siz bemalol yozishingiz mumkin bo'ladi. Chatda shaxsan men bo'laman. Mendan tashqari sizni savollaringizga javob berish uchun kuratorlar ham bo'ladi, yordamchilar. Standart tarifini bitirganlar uchun bitiruv oqshomida ishtirok etish imkoniyati bo'ladi va imtihon testlarimizdan a'lo baholarga o'tganlarga esa sertifikat topshiriladi. Yana kursimda biznes tarifi bor. Bunda prям живой mendan har bitta o'quvchiga konsultatsiya ham bo'ladi. Plus bonus qilib, agar siz imtihondan a'lo baholarga o'tsangiz, bitiruv oqshomiga bepul kirish imkoniyati ham bo'ladi.
Start tarifi har qanday bilimni o'zi mustaqil, ko'rib, o'rganib, o'zlashtira oladiganlar uchun bo'lsa, standart tarifi esa prям gruppada boshqa shogirdlar bilan birga muloqot qilib, undan tashqari kuratorlar bilan va shaxsan men bilan prямой efirlarda qatnashish xohlaganlar uchun standart tarifi to'g'ri keladi. Shaxsan men bilan живой, offline ko'rmoqchi bo'lsa, mendan konsultatsiya olmoqchi bo'lsa, sizga biznes tarifi to'g'ri keladi. Va mana shu hamma sanab o'tgan narsalarimga sizga faqatgina bitta kompyuter va uyingizda Wi-Fi bo'lsa bo'ldi. Hammasini oson erishasiz. Shunchaki siz keyinga qoldirmang. Hozir boshlang va bekorga vaqtingizni ketkazmang. Chunki vaqtimiz juda ham qimmat. Agar siz vaqtingizni bahololmayotgan bo'lsangiz, keyingi videoyimizni ko'ring. Men sizda aynan vaqtimiz qanchalik qimmatligi va uni qanaqa qilib pulga aylantirish kerakligi haqida bepul darslik qoldirganman.